Hammaga salom do'stlar. Bugun biz Roblox Rivals o'ynaymiz. To RPG olgancha o'ynaymiz. Menga 5 ta bor, 5 ta kalitcha bor. O'shani 25 ta qilish kerak. RPG olish uchun. O'ynashni boshlaymiz. Telefonda o'ynaydigan serverga kiramiz. Hozir kiradi. Mana kirib oldi. Bu yerda hamma telefonda o'ynaydi. Mana bu joyni tanlayman. Строительство ruschasiga. Uni tanlagan joyi olindi. Bu yer ham yaxshi. Kechirasizlar. RPG emas, pichoq olish kerak. Kechirasizlar. RPG manda bor. Pichoq olish kerak. Keyin bitta pichoqqa o'ynab ko'ramiz. Jonimni ko'psini oldi. Opa. Va yutqazdim. Mayli, birinchi marta. Ukam yig'layapti. Ko'p tokchasi qolib ketibdi takka. Yaxshi o'ynaykan bola ham. Vay. Qanday jonimni olyapti bu? Jonimga tegdi. Mayli. Opa, 100 jonni oldik. Yutishimiz aniq. Vay. Yutishimiz kerak agar shundan ham qolsak. Yes, ana yutdik. Agar videomiz ko'p cho'zilib ketsa, ikkinchi qismni ham olishimiz mumkin. Jonimni qanday olmayapti? Qoch. Bittagina. Yes. Yutyapmiz. Hozir teng bo'lyapti hozircha. Yutamiz deb umid qilaman. Nima qilyapti bu? Nima qilyapsan sen? Nima qilyapsan?
Nega bu tepaga qarab o'tiribdi? Ha, chiqib ketdi. Ha, qo'rqib qoldingmi? Hoppa, ana bittagina kalit berishdi. 4 ta ham berishdi. Pichoq uchun nechta kerak? Ko'raylik ham. Ana 20 ta. Yaxshi. Ja ko'p emas. O'ynaymiz. Oh, yana 2 ta berishdi. Bu bolani aniq yutaman. Davay ana borojani olamiz. Bu ham yaxshi, yomon emas. Prosta o'ynashni bilish kerak. Yo'q. Vay. Yiqilib tushdim. İzdivatsiya qilyaptim ustimdan. Ana endi o'zidan ko'rsin bu. Mana ustimdan izdivatsiya qilganlar shunaqa bo'ladi hozir. Oh, 100 tegdi. Va mana bunday qilamiz. Vay. Qanay tegmadi. Qanay qildi? Ay, ha, o'zim otgan ekanman. Qani pastga tushib ko'raylik, qayerga ketdim. Mana bu yerga ko'rganday bo'ldim. Hoppa. Yes. Yetdik. Bekor oldinga chiqib ketdim. O'zi kelishini kutish kerak edimi? Oh, hali jonimni ham olgani yo'q. Xayr. Aliman. Ukalarim meni chaqirishyapti. Mana bombaga otamiz. Ot. Oh. Ko'rinib o'tirgan ekanman. Vay, yutqazdik menimcha. Qani? Va? Ko'rdingizlarmi? G'alaba men tomonda. Ana mana bu boshqa gap. Ko'rdinglarmi? Yiqilib tushmadim. Lekin jonimni ham u ham yaxshi olibdi. Baribir yutdim. Mana senga. Davay oxirgisini mana bunday oddiy o'ynaymiz. Oh. Yiqilib tushimga sal qoldi. Nima bo'lyapti? Ay, tiqildim. Tiqilib qoldim, uni qaranglar. Tiqilib qolganimni qaranglar. Baribir shunday yutishga harakat qilaman. Haylo. Oh, tegdi. He. Yutishim kerak. Oh, ana 3 ta berdi yana. Yutdik yana bir marta.
15'te yana 5'te kerak. 2 marta teng yutdik. Buni qaranglar, 50 marta yutgan. Men bu bilan o'ynashga qo'rqaman. Yo'q. Sen bilan o'ynamayman. Yo'q, o'ynamayman. Bilaman-ku baribir sen meni yutishingni. Propust beribdi. Получить. Qani nima beradi? Ana. Ana. Qani ishlar nima chiqadi? Оружиеga rang ana u. Skin. Qani? RPG'imga tushibdi. Ana. Amnaqa. Shuni qo'yamiz. Endi kim bilan o'ynasak? Kelinglar. Kim men bilan o'ynamoqchi bo'lsa. Buni ham aniq yutamiz. Ha, mayli, buni ham. Hay. Tamam, o'ynaymiz. Arena tanlaylik. Uzoqqa borishib o'tirishim kerak emas. Arenani tanlab o'tiramiz, tamam. Uzoqqa borishim kelmayapti. Nimaga ko'rinishi ko'rinmayapti? Sen meni yutasanmi? Tushingga yutasan meni. Avtomatcha bilan. Davay. Ana shunday bo'ladi. Ko'rdingizlarmi qanaqa fin qildim? Mana RPG'ni olamiz. Tars qilib o'ldiramiz. O'zicha meni otmoqchi bo'ldi. Men uni otaman lekin. Qanday tegmayapti? Pistoletni olamiz. Pistolet bilan o'ldiramiz. Qochdik. Yo'q, yigit bo'lib qochmaymiz. Va yutamiz. O'sha uchun ham qochmaslik kerak. Magadir ana bu avto ko'rinmayapti. Qizchani chiqib ketdi. Meni qo'rqib hamma chiqib ketadi. Hamma emas. Hamma botlar chiqib ketadi. Atiga bittagina qoldi. Bittagina yutsak, keyin naqa yutamiz. Ana bu o'ynaymi? Yo'q. Yana bittagina kalitcha kerak. Pichoq olib, keyin yana bitta o'ynab ko'ramiz pichoqqa. Pichoqqa men unchalik zo'r o'ynamayman. Shunchaki pichoq olmoqchiman. Mushtlarni o'rniga. Mushtni nima qilaman baribir. Hech kim men bilan o'ynamaydi. Hamma mendan qo'rqib qoldi. Kel, qaysingda duxing yetadi men bilan o'ynashga? Duxing yetadimi? Bo'lmasa kel. Duxing yetmaydimi? Bo'lmasa o'ynama men bilan. Shuni ham qilyapti bular. Odam qachon o'ynaysizlar? Yana bitta propust beribdi. Randomniy avtomatka. Qani qaysi avtomatka beribdi? RPG bu. Qani? Kulak mushtka beribdi. Qani? Normalda. Yo'q, bu bilan o'ynamayman. Ismi Noob ekan, lekin Noob emas. Ana. Sudralisham bor bu o'yinga.
Kim bilan o'ynasam ha? Hech kim o'ynamaydi men bilan. Nimaga bunday? Kel o'yna men bilan. Qo'rqasammi yo men bilan o'ynashga? Nima 2 ga 2 o'ynaymiz, bo'ladi? İkiga 2 o'ynaymizmi? Yutqazamiz. Aniq va tiniq. Aniq yutqazamiz. Unga qaranglar. 102 urovenli odam bor. Uni snayperi bor. Diğerli hamma orujalar bor. Bizga bittagina RPG, tamam. 3 ta umidam yo'q. Hech bo'lmasa kill qilaman. Tegmadi. Mana. Buni pichog'i bor ekan. Ana! Ye! Nahotki yutamiz. Nahotki yutamiz. Yutdik! Yutamiz deb o'ylamagandim. Lekin 102 urovenli odam faqat pichoqqa o'ynadi. Ehtiyot bo'lish kerak. Boshqa oruja tanlasa, bilmadim. Qotdi. Ey. Qotdi. Yure. Biroz kutishga to'g'ri keladi. Ey. Qotyapti. Nimagadir qotdi. Nima bo'ldi? Voy, chiqarib tashladim. Men chiqarib tashladi. Hozir. Meni chiqarib tashlashdi-ku. Meni chiqarib tashlashdi. Qotgan ekan. Wi-Fi qotibdi biroz. Mayli, qaytadan o'ynaymiz. Hech qisi yo'q. Atiga bittagina qolganda. Tezroq kir. Tezroq kirib olsin. Hoppa. Ana kirib oldi ham. Arjonda nimadir bor ekan. Sezmayman. Yana kulak. Yana. Ana shunisi chiroyli chiqdi. Bo'lma. Mayli, shunga qo'yamiz. Nima? Restart bo'lyapti. Qayta yuklanyapti server. Kutamiz. Bo'lsangchi. Bo'lsangchi dedim, bo'ldi. Muncha ko'p odam. Bu yerni odamlar zo'r o'ynaydi. Mayli, shu bilan o'ynab ko'ramiz.
Buni ham menimcha snayper bor. Snayperni juda yomon ko'raman. Arenani tanla. Snayper bilan uzoqdan o'tish chunki oson. Hali bilmayman snayperi bormi yo'qmi. O'zimdan gapirib o'tiraman beri. Ha. 5 4 3 2 1 Boshlandı. Hoppa, otamiz. Iya, yonimda turgan ekan. O 100 tegdi. Voy! Ana shu orужani bunisi videoga olamiz. Yomon ko'raman-da o'sha orужani. Bunisi videoda olishimiz kerak. Qanday tegmadi? Ay! Yutish kerak. Qanday tegmayapti? Arkadan otish yaxshi ishmi? Babur yutqazarkan. Babur yutqazarkan. Arkadan otishini yana. Meni loq deb o'ylaydimi? Adashibdi. Sen loqsan. Gördün? Yana 100 tekizdim. Bunun da işte sitasi ham bor ekan. Jonim. Bitta o'tsam o'ladi, lekin jonim kam. Vay jonim ne? Yo'q. Mayli. Xafa bo'lishga hali erta. 3 ming ham mumkin. Yutqazdik degani emas. Yutqazsak ham topshiriq bajarilsa, kalitcha beradi va pichoq olamiz. Atiga bittagina kalit qolgan. Pichoq sotib olishimiz uchun. Ana shunday qilib o'tirganlarni yomon ko'raman. O, baribir jonimni oldi. Yutdim. Mana qilmaslik kerak edi. Botlarcha yoshinib o'tirmaslik kerak edi. Bu senga jazo bo'lib qolsin. Qani u? Yana yoshinib o'tiribdimi? Men uni qidiryapmanmi yo u meni qidiryaptimi? Menimcha ikkalasi ham. O'zicha meni loq deb o'ylaydi. O'tolmaydi tepadan. Böyleydim bu. Arkadan yana bu arkadan otishni yaxshi ko'rar ekanmi? Yo'q. Yo'q. Ana bu. Haqiqiy bot. Mana esa yaxshi o'ynayman undan desa to'g'ri chiqsa kerak. Yana qo'rqib ketdim bola. Bola mendan qo'rqib ketdi. Qani? Chiqib ketmagandir. Bu bola mendan qo'rqib ketibdi-ku. Va nihoyat bittagina yetishmay turgandi. Endi pichoq orужасini ochamiz. Undan oldin ana bunga berilokchani. Ana endi biz kutgan damlar pichoq ochiladi. Va ana siz kutgan pichoq. Endi bunga albatta o'ynab ko'rish kerak. O'ynamasdan qanday bilib bo'ladi?
Mana bu bilan o'ynayman. Qani pichoqqa o'ynab ko'ramiz. Arenani tanlaymiz. Pichoqqa arena yaxshiroq. U tanlagani ham yo'q. Chunki menga arena 100% bo'lib o'tiribdi. Qani ko'raylik. Ay, chiqib ketdi-ku. Darrov mendan qo'rqib chiqib ketdimi bu bola? Yutdim. Hisoblamaydi. Tepadan Neverni победитель deb chiqadi. Lekin u chiqib ketdi. Mana. Yana boshqa igroq bilan o'ynab ko'ramiz. Shakirani aytgan qo'shig'i. Baba qo'lasida o'ynab Hoppa. Nimaga hamma mendan qochadi? Meni shunchalik bot deb o'ylaydimi? Adashibdi. Men bot emasman. Axir sizlar botsizlar. Menimcha yutqazamiz. Baribir yutqazsamiz ham men yutmoqchi emasman. Chunki pichoqni sinab ko'rmoqchiman. Snayper bilan o'ynayapti. Yomon ko'raman. Vay. Yomon ko'raman shunday. Va yutqazdik. Hattoki bittasini ham o'ldirganimiz yo'q. Ana endi birinchi RPG. Keyin pichoqni ishlatamiz. Bo'lmasa bilmayman. Qo'yapti. Mayli, men oldindan aytgandim, yutqazgan farqi yo'q. Yana yutqazdik. Haddan ziyod bizdan kuchli bo'lgan o'yinchilar bizni raqibimiz. Yutish Qana endi shunga pichoq bilan o'ynab ko'raylik. Bittagina yo'qlay pichoqqa. Mayli. Endi videomizni to'xtatsa ham bo'ladi. Like va podpiska bosinglar va hammaga xayr.